Şarkı Türkistan'ın merkezi Ürümçi'de bir keçidili evciga chiqqan g'azablik namoyish 26 noyabrdan boshlab Xitoyning boshqa shaharlariga yamargan. Twitter'da tarqalgan sillarda Xitoyning eng chong shahri Shanxayda namoyish qilgan xalq Kompartiya yo'qolsin, Xi Jinping yo'qolsin deb shior to'lgan. Yerlik manbalar va taratqularning xabariga asoslanganda namoyishchi ammo o't ketgan binoga qartilgan qutqizishning kechikishiga doirlarning COVID-19 yuqumini qattiq qamal qilish tadbirlari sabab bo'lgan deb ayblagan. Bu ish chet el taratqularning diqqatini tortdi. Germaniyada eng ko'p o'qiladigan gazetlarning biri bo'lgan Bild gazeti yaqinqi 10 yilda bunday cho'ng ko'lamli harakatning yuz bermaganligini bayon qilib, soqchilarning bir qism namoyishchilarni qo'lga olganligini bildirdi. Bild gazeti yana yaqinqi yillardan buyon Xitoy xalqining Uyg'ur xalqini qo'llashi doirasida hech qanday harakat qo'llanmaganligini ta'kidladi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston uchur va madaniyat markazining raisi Abdujelil Qarqash apandi Sharq Turkistonda va Xitoyning har qaysi joylarda yuz berayotgan ishlarga sezgur va ehtiyotchan muomalada bo'lish kerakligini ta'kidladi. U mundaq dedi: Yıllardan buyon Uyg'urlar zulmga uchirganda, bo'libmi yaqinqi yillarda irqiy qirg'inchilikka uchirganda, hech bir vaqt Xitoylar Uyg'urlar uchun ovoz chiqarmadi. Hozir Xitoy xalqimi yuqumga qarshi turish nomidagi qamalning ta'sirida besimga chidamay harakatga o'tdi. Lekin Xitoy azaldan o'z xalqiga boshqa, Uyg'urlarga boshqa muomala qilib keldi. Shunga biz Uyg'ur xalqining 5-iyun qirg'inchiligiga o'xshash yana bir qatliamga uchrab qilish ehtimolligiga qarshi hushyor turishimiz kerak. 11 ayning 25 kuni Yordam Ali fondi jamiyati ayollar kasalliklari doktori Ayşe Domanni Germaniyaning Duisburgda mehmon sifatida taklif qildi. Ayşe Doman Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazida ayollarni tarbiyaladi. Oila maslahatchisi Asi Turkan uyushtirgan bu yig'in ahamiyatli o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, doktor Ayşe Doman Belgiya va Gollandiyada ayollarga tibbiy maslahat berishni davomlashtirmoqda ekan. Xitoydagi sanoat shirkatlarining foydasi 2022 yil 1-oydan 10-oygacha bulturga o'xshash mazgildagiga selishtirganda 3% tuvalligan. Davlatlik statistika idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda 10-oy ichida yillik tijorat kirimi 20 milliondan oshadigan sanoat korxonalarining umumiy foydasi 6 trillion 988 milliard yuan bo'lgan. Nurg'un sohada o'lchangan iqtisodiy unum Xitoy virusi portlagan dastlabki oylardan buyongi eng tuvan saviyaga tushib qolgan. İranning Shanxay hamkorlik tashkilotiga to'liq a'zo bo'lishi qonun loyihasi parlamentda ma'qullandi. İran taratqullarining xabariga qaraganda, Iranning Shanxay hamkorlik tashkilotiga qatnashishga munosabatli loyihaning asosli temasi va tafsilotlari muzokara qilingan va Iran parlamentida ochilgan ochiq yig'inda bilat tashlangan. Yevropadagi ikki muhim o'zak savdosi Xitoy va Amerikaning texnik raqobatining qurboniga aylandi. G'arb Xitoyning Yevropaning muhim ul aslahalarini egilib olishidan andish qilayotganda ikki kelishim to'xtatildi. Oldingi hafta Germaniyadagi bir o'zak zavodining setilishi to'salg'iga uchirgandan keyin Angliyadagi eng chong o'zak ishlab chiqaruvchining Xitoy bilan bo'lgan savdosi to'xtatildi. Her iki sodada Xitoy idorchiligidagi shirkatlar davlat bexatarlik andisi deb ko'rsatildi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un 18 noyabrdagi Xitoylar aro uchadigan boshqariladigan bomba siniqiga qatnashgan harbiy amaldorlarga unvon berilgan bir marosimga qatnashdi. Kim Jong Un bu yerda qilgan so'zida o'z davlatining dunyodagi eng kuchli strategik kuchga ega bo'lishini nishon qilganligini aytdi.